Dunyo bilib turgan bir qoida bor. Mol va davlat u omad. Bugun bizning qo'limizda, erta sizning qo'lingizda. Undan keyingi kun boshqalarning qo'lida o'tib qoladigan narsa u. Bugun dindorrog'ini tanlash Alloh taoloning fazilati. Chunki dunyo hozirgacha dunyo. Biz o'zimiz mana kim 30 ga kirdi, kim 50 ga kirdi, kim 60 ga kirdi, qancha moldorroqni ko'rdi, puldorlarni ko'rdi. Holat nima? Ozgina vaqtdan keyin u puldan asar ham yo'q. Chunki dunyoning boy odamlaridan Qorun uning xazinalarining kalitlarini ko'tarib yuradigan qullar bor edi. Mana shuncha uy, bitta uy bo'ladigan bo'lsa, uning qulflaydigan qulfi bitta kalit bo'ladigan bo'lsa,